9 noyabr uy bozoriga kelganmiz. Mana uy bozoridagi holatni ko'rishlaringiz mumkin. Shunaqa variantlardan juda yaxshi variantimiz mana sotuvga qo'yayotgan ekan. Tak, Sergeli 8 da Orientir Jizbis 2 xona 6-etaj 9 etaj kalidom 61 metr kvadrat ekan. Pelis 10 metr lift yoni qo'shib yuborilgan. Shunda bu 3 xona qilsa ham bo'ladi-da. 3 xona qilsa bo'lar ekan. Yevro remont. Narxlari 66 ming dollar ekan. Mana pastda egalari nomerlari bo'ladi. Mana rasmlarni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Remonti yevro remont ekan mana. Zo'r yaxshi remont ekan. Zo'r. Mana pastda mana egalarining yana bir bor nomerlarini eslatib o'tamiz. Aloqaga chiqinglar, ozgina o'tib beradigan joyi bo'ladi. Hujjatlarida muammo yo'q-a? Yo'q, muammo yo'q. Ipotekaga olaman, sotaman deganga ham bemalol. Muammosiz. Joyi zo'r buni ham. Chilonzordan uy qidirayotganlar diqqatiga mana Chilonzor 19-kvartal 50 moykan oldida etaj ham zolota etaj ekan. Bemalol ipotekaga olsa ham Ha, mana Simishka 2 xona 3-etaj, etaj zo'r ekan, 4 etaj kaldom. Balkoni 1,5 ga 3, remonti o'rtacha ekan, 60 ming dollar deb turgan ekan. Mana pastda egalari nomerlari bo'ladi. Hozir rasmlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana rasmlarni ko'rishingiz mumkin. narsalar chiqib ketadi, olib ketamiz. Narsalar olib ketilar ekan, kirib yashaydigan holatda. Hakkalar hamma narsa qilingan. Romlar almashgan. Mana yana nomerlarni eslatib o'tamiz. Aloqaga chiqinglar, ozgina o'tadigan joy bo'ladi. Yashnobod tumani o'zlarining uylari ekan, Yashnobod tumani panelnida 2 xona 3-etaj 4 etaj kaldom. 43,5 kvadrat ekan, balkoni 1,5 ga 3, remont o'rtacha. Narxlari 44.500 dollar. O'tadigan joy bormi aka buni? Hujjatlari qanaqa hujjatlari? Toza. Hujjat toza ekan, sirazi kalt berib yuboriladimi? Mana pastda egalar nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, Telegramda yozsanglar, rasmlarni tashlab beradi. Mana juda arzonga uy qidirib berganlar, Olmazor tumani Tansiqboyev 2 xona 24 metr kvadrat ekan. Bu bivshiy общежит bo'lgan, hozir xususiylashtirib kadastr bor. 2 xona 9 etaj kan 9-etajda. Remonti o'rtacha ekan. Narxi 26 ming dollar deb turgan ekan. Mana pastda egalar nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Aka nech pul qilib berasiz? 26 dan o'tadigan joyingiz bormi? Taqalgani shumi? O'tib beramiz. O'tib berar ekanlar. Nech pul? Sirazi aytib ketaveraylik uni. 24 ga? 24 mingga mana aksiya olib ketdi mana. Olinglar. Rasmlari bormi aka? Rasmlari bor. Aloqaga chiqib Telegramda yozsanglar tashlab berar ekan rasmlarni. Chilonzordan yaxshi variantimiz, arzonga qo'yilayotgan variantimiz bor ekan. Chilonzor Oqtepa okrugida Lutfiy ko'chasida 1 xona 2 xona qilingan. 2-etaj etaji 4 etaj kaldom 41 24 metr kvadrat, 2 ga 6 balkon, o'rta remontda ekan. 47.900 dollar deb turibdi. Ozgina o'tadigan joyi bo'ladi. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Chilonzor uy bozorida bitta yaxshi variantimiz bilan sotuvga qo'yilyapti mana akamizning. Chilonzor 26-kvartal 2 xona 2-etaj 5 etaj kaldomda, 2 ga 6 balkon, 54 metr kvadrat. Remont o'rta ekan, planirovkasi simijniy ekan. Orientir Akfa ko'cha ekan, 59.500 dollar. Aka nech pul qilib berasiz buni? Aka, sizni kanalingizdan kelsa bor, 59 qilib berib beramiz. Ana 97lik kod bilan 630 74 74. Arzon ya qimmatligini kommentariyada yozib qoldiringlar. Katta shoshilinch uy sotyapman. Chilonzor 19-kvartal bozorchaga yaqin. Metroga 900 metr, taxminan 1 kilometr. 2 xona 2-etaj, вообще zolotoy etajdan, 4 etajli dom, 53-dom. 1,5 ga 3 balkon, remont sredni, smejni variantimiz. Narxi nima aka? 58 ga. 58 ga sizni kanalingizdan bosdi aka. Baraka. Ha, beramiz aka. Mana egalar nomerlari 99 kod bilan 048 66 remontlari qanaqa? Remont sredni akajon. Ha? Nech pul kvartira qo'ysang bo'ladi? 400 dollar aka, ichida turibdi 400 dollarga. Ha, bor aka. Qoldirsang bo'lar ekan. Bemalol. Barakasini bersin. Joni sog'. Chilonzor uy bozorida mana toza maklerdan bitta uyni sotayotgan ekan. Chilonzor 19-kvartal, 2-etaj, 2 xonalik, etaji ham zolotoy etaj ekan. Balkoni 1,5 ga 3, remont yaxshi holatda, 48 metr kvadrati, panelli dom.
planirovkasi smejniy. Tak, narxi 58.500 dollar qo'liga ekan. O'tib beradigan joyi bormi aka? Bor. Nomeringizni ayting. Nomer 97lik 97lik 200 13 83. $100 notarius hisobi. Notarius besplatniy ekan. Mana barakasini bersin, sog'lig'ingizni bersin, xo'p. Mana o'zim olmoqchi bo'lgan kvartirani sotuvga qo'yilayotgan ekan. Mana Sergeli yangi Choshtepada 3 xona 7ning 7si ekan. Tak 72 4 metr kvadrat plus 3 metr kvadrat balkoni. Bizning uylar loyihasidan yangi bu novostroyka. Tak metrogacha 400 metr ekan. Pulzorlik uchun 67.900 dollarga tushiribdi. Yana o'tadigan joyi bormi? Kelishiladi sizda, o'tiladi. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. Mana remontlarini ham ko'rishlaring mumkin. Kirib yashaydigan holatda. Tayyor yashagan. Mana tualet hamma joy razdel. Arendaga qo'ysa necha pul qo'ysa bo'ladi buni? Jihoz qilib bersa $600 turadi. 600 dollargacha turar ekan. Holatiga 400 ga turadi. Bo'ldi. Ustoyga. Bo'ldi, barakasini bersin. Metsiz zo'r. Hamma mebel tegar bor. Sergelidan uy qidirayotganlar mana Sergeli yangi Choshtepada 3 xona. Tak 6-etaj, 7-etajga ekan. Mana bu uchi nima bu? 3 xona. 3 xona, ha. 3 xonali 6-etaj. Tak 72 4 metr kvadrat plus 3 kvadrat balkoni bor ekan. Hamma mebellari qoladi. Bizning uylar novostroykasidan ekan. Birinchi metroga 400 metr. Juda zarurga srochnolik uchun sotilayotgan ekan 71.500 dollar. O'zini uylari ekan. Nech pul qilib berasiz bo'lishini? Usta gaplashamiz. Agar shu xolodilnik ikkita mebel 2 gram olib ketamiz, 70.500 qilib beramiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Remonti ham top-toza holatda ekan. $600 arenda turadi. Mana ko'rishlaring mumkin. 600 dan odam turadi. Mana pastda egalar nomerlari, aloqaga chiqinglar. Sergeli Choshtepadan tak 3 xona 2-etaj 3 etajkalik novostroyka. 2-metro bekatga 300 metr. 3 xona 69 metr kvadrat. 2-etaj 3 etajga aldam ekan. Yangi novostroyka bu. Tak narxi juda arzon 45.900 dollar. Bu ham o'taladigan joyi bormi bundan? O'tiladi, kelishiladi. Mana ko'rishlaring mumkin remontlari. Mana shu holatda. Bu hozir kirib yashaydigan aboyga tayyor ekanda. Aboyga 95% tayyor bo'lgan. Ha, aboy yopishtirib, laminat yopishtirib olsanglar bo'ldi. Mana pastda egalar nomerlari. Bosaveradigan joyi ekan, arzon kvartira. 3 xonalik 45.900 dollar. Atrofda bunaqa uy yo'q. Ha, 45 mingga berasizmi uni? Gaplashamiz. Mana telefon qilinglar. Xudo xolasa baraka qilsanglar bo'ladi. Arzon va yaxshi variantlardan yana bitta mana yangi Choshtepa BM Groupdan ekan bir xona 16 etajkani 16-etajda 36 metr kvadrat, 36,5 ekan. Remont karobka holatda 1,5 ga 3 balkon, studiya deb planirovka faqat naqdga ekan. Lokatsiyasi Choshtepa metroga 200 metr. Narxi 32.900 dollar bo'lishi. O'tadigan joyi bormi ozgina? $200 o'tib beriladi. Ha, yana o'sha bo'lishidan ham yana 200 o'tib berilar ekan. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. 97 kodi bilan 025 15 15 ekan. Mana bosib o'radigan joyi ekan. Arzon kvartira qidirib yurganlar mana. Mana kvartiralar rasprada bo'lib ketdi. Mana juda mana qarang, Bektemir tumani 06 sotix kotej ekan, 3 xona 48 metr kvadrat, tayyor remonti, srochni arzonga sotilayotgan ekan. 35.900 dollar deb turibdi. Necha pul qilib berasiz aka buni? 35.500 ga berib yuborgan 400 dollar mensiga. Metroga 2 kilometr. Metrogacha 2 kilometr o'shda. Qo'yliq metrosigacha, to'g'rimi? Bektemir sentrida. Ha, Bektemirning sentri. Roudini oldidami Bektemir roudi? 246-mi? 45-maktab bor. Ha, maktab yonida maktab bor, bog'cha, bog'chachi. Bog'cha ham yaxshi. Hamma hamma sharoit. Mana pastda egalar nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqinglar, Telegramdan yozsanglar rasmlarni tashlab beradi mana. Odam turibdi 250. Kvartiran turgan ekan mana, tayyor ekan. 250 dollarga kvartiran turibdi ekan. Mana uy bozoridagi yana bitta yaxshi variantimiz, shoshilinchga srochni sotilayotgan ekan. Mana ko'rishinglar mumkin. Akamizdan yaxshi anaqa variantlari bor ekan. Qo'yliq bozorining oldida 4 sotix srochni tak. Nechta xonalik bu? 8 ta xona ekan. Narxi nech pul deyapsiz bo'lishini aka? 100 mingga srochni berib yuborar ekan. Mana 110 ming deb turgan ekan, o'zi 100 mingga berib yuboraman deyapti. Mana xonalarni ko'rishlaring mumkin. Tayyor, to'g'ri 4 burchak ekan. Qurib sotuvchilar uchun ham juda yaxshi variant. Bosib yuboringlar, yana Telegramda yozsanglar, rasmlarni tashlab beradilar.
pulni yopmay turing Qiziq emas. yo'q Yo'qda o'sha yerlar juda ham baland. oqtepa ko'rikdan chilonzor oqtepa ko'rikdan lutfiy ko'chasidan bir xona ikki xona qilingan 4 etaj xonadonda ekan. Ikkinchi etaji ham tak 41,5 kvadrat o'rta remontda holatda 47.900 deb turar ekan. Necha pul o'tib berasiz aka? Sizda gaplashiladi. Sunnatga o'tamiz, bu 300 so'rib degan o'tamiz. Mana nomeringizni ayting aka. 97lik 97 200 200 13 13 83. 83 ekan. Bosib olinglar.